Qashqadaryoda o'sha yashab turgan joyida og'aga to'y egalari minnatdorchilik bildiryapti. Uy bazmi bo'lardi. Davra tugagandan keyin uyda bir soat, 2 soat ashula bo'lardi. Xuddi shunday uy bazmiga yig'ilganda yigitlar yig'ilib sizni ovozingizni, sizni harakatingizni ko'rib turib, xursand bo'lganda, eshitaman deganda hurmat qilganda qoldi. Mana adreslaringizni qoldirib ketasiz, telefon nomerlaringizni. Xudo xolasa bor biz shu yerdamiz. Xalq sevsa patologiyangiz uzoq baland bo'ladi. Ishqimda faryod aylasam, divona qildi ishq meni, divona qildi ishq meni. Bisabr kun tez yo'ligar baloga, sabrli kun bara şadolar ey şadolar. Uzak yakın yere varar bulsanız, mertlikle kılıçın çalar bulsanız. Rahman sağ olun, selamet olun, rahman.